bir xona katta kvadratli kvartira qidirib yurgan obunachilarimizga srochnaga 4-qavatdan 5 qavatli yangi g'ishtlik dom Bolgarskiy poselka territoriyasidan kvartiramiz sotuvga chiqyapti. Elitni dom, domimiz vetrin turib qadar obunachilar. Koridor qismida biza 2 xona uslubda tayyorlaganlar. Devor atrof xonamizda hamma yoqda supermo'ch abolar bilan ta'mirlab qo'yilgan. Eshiklari MDF eshiklardan qo'yilgan. Aytib o'tgan mayda xonachamiz bu yoqda ham abochalar bilan ta'mirlab qo'yilgan. Mebellar olib ketilar ekan, uyimizda isish tizimi dum xotin katal orqali asosiy xonamiz, kattaligini ko'rib o'tdingiz xonamizda. Uyimiz balandligi 10 metr, konsertlari qo'llar ekan, pardali elitni pardalar, gilamchalar to'shab borilgan. Bir oila maza qilib yashash qo'yish uchun tayyorlangan kvartira qadar obunachilar. Bu tomonda oshxona qismi, oshxonaning o'zini ham kattaligini ko'rib o'tinglar. Albatta ayollarimiz yoqadigan qismi kux mebel garniturlari tayyorlab qo'yilgan, gazli plita vichkalari qo'llar ekan, mana bu yerda katyollari. To'g'rimizda katta klinika, territoriyasi har tomonlama qulay bo'lgan domimiz qadar obunachilar. Bu tomonda shkaf qilib qo'yganlar. Ugalov mebel divanlar qo'llar ekan bu tomonda. Sanuzul qismimiz ko'rinishi, devor atrof kafilchalar bilan ta'mirlab qo'yilgan, unitaz vannalar akkuratni holatda saqlangan, oyoq taglarigacha to'liq kafil qilib qo'yilgan. Mana shu bir xonalik, 2 xona hisobda tayyorlangan, kvadrati katta bo'lgan 45 kvadratli kvartiramiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, pastdan nomerlarni qoldirib o'tamiz. Manzil Buxoro shahar, aytib o'tganimizdek, Bolgarskiy poselka. Narxi navosi deyilyapti, ya'ni kelishtirib arzon qilib beriladi. 5 qavatli g'ishtlik domning 4-qavati. E'tiboringiz uchun rahmat.